Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli arab tili muxlislari, kelinglar sizlar bilan harakatsiz matnni o'qib tarjima qilib ko'ramiz. Bu uchun mana bizda matn berilgan Taliya degan qiz haqida. Boshladik. Xilal al-istirahati ijtama'at Taliya ma'a asdiqaiha lil-la'ib. Istirohat mobaynida vaqtida Taliya degan qiz to'plandi o'zining o'rtoqlari bilan o'yin uchun. كانت الأجواء مليئة بالضحك والسعادة حتى حدثت لحظة غير متوقعة. Ob-havo to'la edi kulgi va saodatga to bir kutilmagan lahza ro'y bergungacha. Va fi ghamrati al-la'ib qamat Taliya biduni qasdin bi darbi sadiqatiha Farah. Va Taliya istamagan holda, ya'ni qasd qilmagan holda o'zining dugonasi Farohni urdi. Qoma deb turib bi mastar aytilsa, ya'ni o'sha ishni qildi degan, ya'ni uni birdan urib yubordi. استمعين خالدا هذه اللحظة تحولت إلى نقطة توتر بين الأصدقاء وأشبه لحظة جدي لاشو نقطة سجى أيلاند دوستار أراسدا حيث شعر الجميع بالغضب والحزن چونكي حما برشا غضبنا وخفالكنا حسقل ولم يلبث أن اشتكى الأصدقاء إلى المعلمة عما حدث وكوبوت ماي يعني كوب وقت ماي بنان دوستlar muallamaga shikoyat qilishdi bo'lib o'tgan ish haqida. Mana do'stlar, yana shu kabi tarjimalarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.